Assalomu alaykum hammaga. Bu darsda sizlar bilan Node.js da qanday qilib Ubuntu operatsion sistemasiga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Node.js sayt kerak bo'ladi va brauzerda ochib olishimiz kerak. Xo'p, bundan tashqari Ubuntuda terminal bor. Ghost degan. O'sha Ghost terminaldan foydalanib o'rnatib olamiz. Qanday o'rnatamiz? Avvalo biz Zen brauzerda node.js.org saytini ochamiz va o'tgan paytimizda bizga mana shu sayt ko'rinadi. Saytga o'tib olamiz. Saytga o'tganimizdan keyin get node.js tugmasini bosamiz va bu yerda bizga bir necha xil uslubda o'zimizni maxsus operatsion tizimimizga ko'chiriladigan qanday ko'chirish va o'rnatish imkoniyatlarini keltirib qo'yibdi dokumentatsiyada. Xo'p, bunda avtomatik saytni o'zi aniqlaydi. Siz o'sha saytga kirgan paytingiz, xo'p, menda Linux envm orqali ko'chirmoqchiman. FNM yoki Docker almashtirib olsam bo'ladi. npm yarn xullas bilan tanlasak bo'ladi. Bizga hozircha npm kerak. Va biz qiladigan ishimiz copy paste qilamiz faqatgina. Buni oldin curl ko'chirilgan bo'lishi kerak. Curl ko'chirish qanday bo'ladi? Agar sizni kompyuteringizda curl bo'lmasa, sudo apt install curl deb yozishingiz kerak. Hop. Mana endi biz ko'chirdik va eksport qilishimiz kerak terminalimizga. Kompyuter xotirasida saqlangandan keyin bizda nvm ishlaydi. Mana nvm ishlaydi. Xo'p. 24-versiyani o'rnatishimiz kerak. Oxirgi versiya. Buni bunaqa qilamiz. Hop. Endi npm-v o'sha bizda kompyuterimizda Node.js bor. Hop. Node-v qilsam, Node.js da mana bu 24.15.0 LTS versiyasini ko'rsatadi. Xo'p, bizlar men asosan npm dan emas, ban foydalanaman. Banni qanaqa o'rnatamiz? Ban.js. Ban juda ham tez, qulay va ish unumdorligini oshirib beradigan yaxshi paket menejer. Bandan faqatgina paket menejerlikda emas, boshqa bir imkoniyatlardan ham foydalansak bo'ladi. Hop. Docsga o'tib ketgan ekan. Mana. Banda web sahifasi mana shunday. Bu ban JavaScript runtime asosan juda test muhitda bandlar qilib beradi. Testlarni run qilib beradi va har xil ichida nimalar bor, o'zini kichik toolkitlar bor. Foydalansak bo'ladi. Imkoniyatlari keng. Bu yerda ham biz curl'da o'rnatgan bo'lishimiz kerak va curl'da orqali bizga yuklab beradi. Xo'p. 10 mingta React komponentni bundle qilganda ban 269.1 millisekund sarf qiladi. Ya'ni ishlash unumdorligi mana shunaqa. Shuning uchun ham roll down is build va farm respectlardan tezroq. Okay. Keyingi darslarimizda xudo xohlasa kichik boshqa
boshqa bir imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz, xudo xohlasa. Kopiya qilish uchun terminaldagi yozuvlarni Ctrl Shift keyin lotincha S, ya'ni ruscha S o'shani bosamiz. Bu yerda ko'rinadi, ekranda to'g'rilab qo'yaman. Va Ctrl V. Biz terminalimizga saqladik. Ban -V 1.3.13 versiyasi yuklab olindi. Xo'p. Linuxdan foydalanish uchun bir qat'iy bilim muhim emas. Shunchaki yaxshi tushuncha bo'lsa bo'ldi, ozgina. Men uchun Ubuntu juda ham qulay. Ya'ni dasturchilik uchun ancha imkoniyatlar keng. Va hozirgi 26.04 Ubuntu LTS da juda ko'p imkoniyatlar ega. Ya'ni yangilanishdan keyin ancha unumdorligi oshgan, ish muhiti, imkoniyatlar keng. Shuning uchun sizlarga tavsiya beraman. Videoni ko'rishni va keyingi darslarni intiqlik bilan kutishni. Like, kommentariy bosinglar. Bu mening birinchi video darsim va bu darsda xudo xolasa Node.js da qanday Ubuntuga o'rnatishni ko'rsatdim. Windows uchun o'rnatish oddiy, shunchaki exe yoki MSI paketlarni ko'chirib olasiz va o'rnatishda davomida faqatgina next va kompyuter pass xotirasiga saqlangan bo'lishi kerak va o'shandagina Node.js bizning shaxsiy terminalimizda ko'rinadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.